Ibodat islomiya degan kitob bor. Men sizlarga buni ta'rifini aytay. Uylaringda bormi shu kitob? Mana shu kitobni ulamolar ta'riflaydi. Dunyodagi hamma halol harom, tirikchilik, roza, farz, zakot kitoblarini qozonga solib qaynatgandagi qaymog'i shu deydi. Bunaqangi ta'rifni boshqa kitob ko'rmagan. Tushundingizmi? Shunchalik zarur kitob, shunchalik muhim. Hamma narsa istasa shu yerdan chiqaveradi. O'zi kichkinagina kitob. Dunyoni hamma ilmini yig'ib olganmi deysiz? Ahli ilmlarimiz tomonidan juda ko'p ta'riflangan kitob. Meni shaxsan o'zim bu kitobni juda ko'p qidirgandim. Hozirda bizning Qalamtej do'konimizda sotuvda bor. Bemalol kim qiziqsa agar kelib olib ketishligi mumkin. Juda foydali, manfaatli kitob. Pastda raqamlarni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib olib ketishlaringiz mumkin.